Men Malika 30 yoshdaman. Qishloqda yashayman. Erim Anvar va qaynotam Jorabek 1 yildan beri Rossiyada ishlashyapti. Uyimiz bosh, hovli jimjit, kunlarim bir xil. Har kuni ertalab hovlini supuraman, ovqat qilaman, kechasi esa televizor oldida yolg'izlikka termulib qolaman. Bir kecha derazadan tashqariga qaradim. Tolin oyli osmon, shamol daraxtlarni tebratadi. Mahallada yangi qochib kelgan qo'shnim Sardor daraxt tagida telefonda nimadir yozib o'tirardi. Nigohlarimiz to'qnashdi. U jilmaydi. Men tezda nigohimni olib qochdim, ammo yuragim tez ura boshladi. Shu zahoti o'zimga jahlim chiqdi, men erli ayolman. Bu nima qilayotganim? Ammo o'sha nigohni unutolmadim. Oradan bir necha kun o'tdi. Bir kuni eshigim taqilladi. Sardor turibdi. "Assalomu alaykum" dedi u jilmayib. "Nasosingiz ishlamayotgandek ko'rib qoldim. Yordam beraymi?" "Yo'q, rahmat. O'zim qilaman" dedim men tortinib. U ketdi, lekin ko'zida galati, o'tkir qarash qoldi. O'sha kuni ichimda nimadir uyg'ondi. Yolg'izlik meni asta-sekin o'zgartirayotgandi. Kunlar o'tdi. Sardor menga tez-tez yordam bera boshladi. Maysani oradi, og'ir yuklarni ko'taradi, hovlida gaplashib turadi. Avvaliga oddiy suhbat edi, keyin kulgu, keyin esa yuragimda iliqlik. Har kuni ertalab uyg'onib, uning derazasiga qaray boshladim. O'zimdan nafratlanardim, lekin to'xtata olmasdim. Bir kuni bozorga borsam, 2 qo'shni ayol, Gulnoza va Shahnoza pichirlashib turibdi. "Anvarning xotini Sardor bilan yurarkan, eshitdingmi?" deydi Gulnoza. "Ha, kechasi ham ko'rdim, ularni gaplashib o'tirishibdi. Jorabek qaytsa, qiyin bo'ladi", deydi Shahnoza. Men ularning so'zlarini eshitib, yuragim muzlab ketdi. Uyga qaytdim, ko'nglim gash. Shu payt Sardor kelib qoldi. "Yig'lamang, odamlar har doim gapiradi", dedi u, "muhimi sizning his-tuyg'ularingiz." "His-tuyg'ular?" dedim jahlim chiqib. "Men erliman, Sardor. Sizga men kimman?" Sardor jim qoldi. Uning ko'zlaridagi sovuqlikni ko'rib birdan tushundim. U meni faqat vaqt o'tkazish uchun ishlatayotgan ekan. Yolg'izligimdan foydalanayotgan edi. O'sha kecha uxlamadim. Anvardan xabar keldi. "Qaytyapmiz, tez orada yetib boramiz." Yuragimda qo'rquv va yengillik birga uyg'ondi. Ertasi tongda Anvar va Jorabek uyga qaytdi. Qishloqda mish-mish allaqachon tarqalgan, ularning nigohlaridan ham sezdim. Kechqurun dasturxon atrofida hech kim gapirmadi. Nihoyat Anvar og'ir ovozda so'radi. "Mahallada galati gaplar yuribdi, rostmi bu?" Men javob bera olmadim. Ko'z yoshlarim oqib ketdi. Jorabekning nigohi esa qattiq edi. Nomus va obro' bu uyda hammadan muhim. Agar bu rost bo'lsa, hayoting butunlay o'zgaradi. Men derazadan qaradim, tashqarida Sardor sigaret chekib bizning uyni kuzatib turardi. Shu on o'zimga keldim, bu yo'l meni faqat halokatga olib boradi. Chuqur nafas olib Anvarga qaradim. Men xato qildim. Lekin endi hammasini to'g'rilayman. Bu uy, bu oila men uchun hammasidan qadrli. Ertasi ertalab Sardor mashinasiga o'tirib qishloqdan ketdi. Men deraza yonida turib ko'z yoshlarim bilan uning ketishini kuzatdim. Ammo yuragimda yengillik bor edi. Men tanlov qildim. Lekin bu bilan hammasi tugamadi. Sardor qishloqdan ketganiga 2 hafta bo'ldi. Men asta-sekin oilam bilan aloqalarni tiklashga harakat qilyapman. Anvar sovuqqon bo'lsa-da gaplashishga harakat qilmoqda. Jorabek esa ko'proq sukut saqlaydi, lekin endi menga qaraganda nigohlarida uncha qahri yo'q. Bir kecha derazadan qarasam, uzoqdan bir mashinaning faralari ko'rinadi. Qishloq yo'lining o'rtasida to'xtaydi. Yuragim bir zumda tez ura boshlaydi. Mashina sekin bizning uyning qarshisiga kelib to'xtaydi. Haydovchi Sardor. U oynani tushirib past ovozda gapiradi. "Men seni unutolmayapman, Malika. Agar men bilan ketmasang, eringga hamma narsani aytaman. Men eshikni ochmayman." Ammo bu gap yuragimni muzlatib yuboradi. Darhol Jorabekni chaqiraman.
Qaynotam darhol tashqariga chiqadi, qo'lida uzun tayoq bilan. Bu yerda senga joy yo'q, Sardor. Baqiradi u, agar yana kelsang, militsiyaga topshiraman. Sardor kulib qo'yadi, ammo ko'zlarida gazab uchqunlari. Malika baribir meni sevadi. Senlar meni haydab yuborolmaysanlar. Shu payt Anvar ham chiqib keladi. Uning ko'zida gazab va alam. Sardor, bu oxirgi marta ogohlantirishim. Yana bir marta yaqinlashsang, o'zing pushaymon bo'lasan. Sardor bir lahza sukut qiladi, keyin mashinasiga o'tirib, gazni bosadi va qorong'uga singib ketadi. O'sha kecha uxlay olmadim. Yuragimda qo'rquv va pushaymonlik. Shu holatda yana bir kun o'tdi. Ertasiga Anvar qarorini e'lon qildi. Biz bu qishloqdan qochib ketamiz. Yangi joyda yangi hayot boshlaymiz. Ammo bu so'nggi imkoniyat, Malika. Agar yana xato qilsang, ortga yo'l bo'lmaydi. Men boshimni quyi ekdim. Roziman. Faqat endi oilamni asrab qolay. Bir hafta ichida uyimizni sotib, shahar chetida yangi uyga ko'chib o'tdik. Yangi hayot, yangi qo'shnilar. Hammasi tinchlanayotgandek edi. Ammo bir kuni kechqurun yangi uyimiz yonidan o'tayotgan qora mashinani ko'rib qoldim. Faralari o'sha tanish nur bilan yo'limizni yoritdi. Yuragim tez ura boshladi. Mashina sekin o'tib ketdi, ammo haydovchini tanidim, Sardor. Demak, u bizni topgan. Deraza yonida uzoq o'tirib qoldim. Ichimdan bir ovoz pichirladi. Qayerga qochma, o'zingning xatolaringdan qochib qutula olmaysan. O'tmish baribir seni topadi. O'sha kecha tushimda Sardor eshigimiz oldida turib, jilmayib qarayotgani, Anvar va Jo'rabek esa qorong'ulik ichida yo'qolib ketayotgani ko'rindi. Uyg'onib ketdim. Yuragim gursillab urmoqda. Shunda angladim, mening haqiqiy sinovim endi boshlanmoqda. Shahardagi yangi uyda ham tinchlik uzoqqa cho'zilmadi. Sardor bir necha bor ataylab bizning mahallamizdan o'tdi. Mashinasi sekin yurib, go'yo meni izlayotgandek. Yuragim tez ura boshlardi har safar. Anvar esa bundan bexabar, ishga erta ketib, kech qaytadi. Bir kuni tushdan keyin eshigimiz taqilladi. Ochsam, Sardor. Qoshlarida